Hozir pulukda to'liq legirovka qilish kerak, Otabek. Mana atvallar mana bu hozir tuproqni bir-biriga yetkazmay qoldi-ku. Shuni yetkizish kerak. Bu lalmikorda, lalmi qilib ekaman degan odam faqat kechqurun haydaladida. Ertalabgacha haydab yopib bo'lish kerak. Shudgorda. Yo barana yoki bo'lmasa ana shu qo'llardan ham to'g'rilab pulukdi. Legirovkasini ikkita qo'ldan keyin pulukni o'zidan ham legirovkasi bo'ladi-ku. Qani ko'rchi? Har doim mana shu lalmikorda endi biz biroz buni fevral oyida haydashimiz kerak edi, yo bo'lmasam hamal kirgandan haydashimiz kerak edi-da. Hamal 21-martda kirgan edi. Endi shundan ham hozir 10 kun kechikib qoldik. Lekin nam yaxshi ekan. Shu namni saqlab qolsa ham keyingi haydash bilan ikkinchi haydab bo'lgandan keyin eksa bo'ladi. Legirovkasini to'g'rila Otabekjon. Puluk endi orqasi pichi tashadi, hozir oldi ko'tarildi. E'tibor qildingmi? Ha, boyagi holatda mumkin emas edi u. Na endi ko'ramiz. Mana hozirgi haydalish boshqacha bo'ldi. Bu to'liq qo'tyapti. Hozir o'xshadi hozir Otabek. Hali ham bor. Hali ham bor. Ana endi o'xshadi hozir biroz. Ana buni endi o'xshadi desak bo'ladi. Endi o'xshadi. Oxirgi atvalda farq qildi ozgina.